mana hammasini qilyapmiz. Mana bugun Farg'ona ne'matlari savdo majmuasini bugun bir non rastasi. Hammamiz bilamiz. Non hammamiz uchun aziz. Nonimizni mana shu turishida sotish hammaga ham nasib qilsin. Hammamiz mana shunaqangi joylarda savdo qilaylik. Endi zamon shunaqa, ilgarigi hamma narsani yerga qo'yib qilardik. U zamonlar o'tdi. Nima uchun yashaymiz? Hammamiz o'zimiz uchun yashaymiz. Chiroyli joylarda, chiroyli rasmiy upakovkalarda. Shuning uchun men avvalambor mana shu bozor ma'muriyatiga, mana shu yerda xizmat qilgan ustalarga, rahbarlarga, ya'ni Bardopomga, mana bor atrofdagi makonlarga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu xalqqa qilayotgan xizmatida charchamasin. Bardopomlarimiz bor. Juda ham chiroyli rejalarimiz bor. Uni ham mana sizlar bilan birgalikda ochish nasib qilsin. Mana shu bozorimizda bugungi ochilgan majmuamizda rastalari hammamiz uchun yaxshilikka chiroyli bir xizmat qilsin. Hammalaringga mana shu rastalar muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta barcha tabriklar uchun, mana shunday yaratilayotgan shart-sharoitlar uchun Besharif tumani hokimiyatiga, albatta mana shu rahbarlarimizga kattakon rahmatlar aytib qolamiz. Endi esa so'z navbati Farg'ona ne'mati savdo kompleksi rahbari Abdullayeva Barnoxon Anvarovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, opa-singillar, mehmonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Bugun bizni tumanimizda, mana shu savdo kompleksimizda kichkinagina bayram. Bu ham bo'lsa hammamiz uchun aziz, eng aziz ne'mat bu havo bilan suv bo'lsa, uchinchisi bu non. Nonsiz bir kun ham agar uyimizda bir to'g'ram non bo'lmasa, o'sha kuni hayot tugadi degan gap. Farzandga nima beramiz, nevaraga nima beramiz deb ichimiz g'ash bo'lib turadi. Mana shunday aziz ne'matni yaratib berib, bizni dasturxonimizga yetkazib beradigan opa-singillarimiz uchun, onaxonlarimiz uchun bugun o'zimiz qo'limizdan kelganicha mana shu savdo rastasini yaratishga harakat qildik. Turg'unali Samadovich, haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Bu hali ishimizni debochasi, juda ko'p ish qilishimiz kerak. Xudo xolasa kelgusida rejalarimiz mana ertadan boshlab bu tomonda avtoturargohimiz tashkil bo'ladi. Har bir kelgan xaridor mana shu Besharif tumani boshlig'imizning og'ayniga qiladigan shu dasturxonlarini butun sochilib turishligiga tilakdoshlar qilamiz. Harsaylaringiz bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Harsaylar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Qani mehmonlar, aziz qadrdonlarimiz, o'rinjonlar, obujonlar, bayram muborak bo'lsin. Nonni chiqargan bilan sotgani joyi yo'q, qiyinchiliklar bo'lgan. Shu mana shu bozorda kattalarga rahmat, avvalo mana shu Barnoxon Abdullayevaga rahmat. Mana shunaqangi chiroyli sharoitlarni qilib berishdi, o'zi bo'lmaydi. Shunaqa chiroyli sharoitlar qilib berdi. Kattakon rahmat, hokimimizga rahmat.
kaldı. Ama gizli orta yolda kaldım be. Nonlarimiz judayam arzon, Beshariq bozori, Beshkapadanman. Nonlarimiz ham bo'lib ketadi. Bozorda kirishini qilib yeshillarni Ancha ish boshladi, 5-6 yil bo'ldi. 5-6 yil shu nondan foydalanib, nondan topamiz. Sharoitlar rosa zo'r. Mana ochilish marosimlari